Assalomu alaykum. Mana obyektimizni yakunladik va nihoyat bu yer zal. Bu yerga tupli pol radiatorlar tushadi. Endi shuvoqlarni qilib olgandan keyin o'rnatamiz. Radiatorlarni o'rnatishda imkoniyati bo'lmadi. Olib qo'yilgan tayyor turibdi. Mana bu yerda kabel, komnatniy termostatlari bo'ladi. Hali videoga qayerga qo'yishini aniq aytmaganim uchun rulonda qilib gofra bilan o'rab qo'ydik tayyorlab. Betga tushami, yo mana bu betga tushami, qayerga tushsa ham bitta gilza bilan qo'yib yuboriladi. Endi telefondan Wi-Fi dan telefon orqali shu xonani haroratini boshqarsa bo'laveradi bemalol. Bu yerlarimiz komplet pol bo'ldi. Bu yerlarimiz resirkulyatsiya tizimida bo'ldi. Issiq suv doim shunday olsa issiq suv keladi. Har doim issiq suv aylanib turadi. Mana o'shaning uchun hammasi ikkitadan issiq suvga, ikkitadan turba bo'ldi. Sirraz issiq suv ochilish uchun hali kutib turmaydi. Bu yerda chashagan bo'ladi. Bu yerda dush zona bo'ladi. Bu yerda rakovina. Bu yerda sushilka. Bu ham shu vaqtdan keyin qo'yiladi. Koridorchasi. Bu yer kuxna. Bu yerda ovqatlanib o'tiradigan joy. Bu yerda oynak bilan to'siladi. U tarafda tayyorlanadi ovqati. Mana kollektorlarimizga baho berib qo'yinglar. Ratiga to'g'rilab, mana xonalarni yozib qo'ydik. Sanuzel, stolovoy, hammom, tualet qilib, bu yeri отоплениyalarga lichovой sistema qilingan. Lichovой sistema deyiladi. Steshga quyilgandan keyin yoqilib ketadi. Hammasi mana chexollarda olib keldik. Batarya bo'lmaydi, xudo xolasa hammani xonasi haroratida bir xilda bo'ladi. Bu yerda ham radiator bo'ladi. Bu yerda ham komnatniy termostatimiz bo'ladi. Gilza tashab qo'ydik. Kabeldan tashab kollektorga olib borib qo'ydik bitta uchuni. Xudo xolasa ham bitgandan keyin ham qo'yamiz. Remontlar bitgandan keyin. Bu yer ko'hna. Ma'mimiz gaz turbamiz. Podvaldan uladik, podvalga ulanadi. Podvaldan gaz balon qo'yilsa, bu yerga gaz bo'ladi. Bu yerimiz bu sovuq suv ko'hnani tevasida ovqat qilinganda bu yerda rakvinadan choynakda olib kuyayotmaydi. Yoniga sirazi bitta jumrak bilan qo'yiladi. Sirazi sovuq suv ovqatga quyilaveradi, choynaklarga. Smesitel qo'yiladi bu yerga. Bu yerda rakvina resirkulyatsiya qilinadi. Mana bu yerlarimiz boiler ishlamagan paytda bu yerda ariston shkafning ichida ariston qo'yiladi. O'shanda aristonni o'ziga ishlayveradi. Mana bu chap kranimiz bu tarafga javob beradi hammom tualetiga. Bu kranimiz bu tarafdagi hammom tualetiga